kuchayib ketdi, yomon narsalar kuchayib ketdi. Sen qiziqayotgan mana shu futbolga qilayotgan narsang bu Yevropa yo Qozog'iston hamma narsadan kechdi. Bu itdan tarqagan dokumentarlarning xo'jayini bizning o'zbekimiz. Soddaligini bilib keldi. Kelib har fitnali insonlarning qo'llarini biriksin beryapti. O'zimizni kelajagimizni sindirishga sen o'zing yordam berasan. Nafsimga bo'rt berdim tanlaganda yomon yo'lni, qalbimga quloq soldim bo'lsa ham o'kada ko'mdi. Do'stlarim sotishdi bitta g'o'g'ir cho'kdi, kontaktli to'la to'g'ri, lekin ulardan yo'qdir foyda. Rap underground yoki old school bo'lsa qaysi biri yo'q bo'lsa taxliman miyamda. Underground old school da уже eskirgan, new school yoki drill bo'lsa eshitishadi hozir. Instagram insonlarga motivatorga aylandi, jamiyat buzilsaga ayblashdi. Muallimi sevgi tugul his-tuyg'u hali shilli xosebga puling bo'lsa qulluq qilib hojaga maqomini oldi. Net bazara bro, hammasi cho'tkida lisi cho'k tushganda tushib ketdi oqibat. Insonlarning manfaati faqat va faqat pul. Neujeli soqi insonlarni boshqaryapti. Kulib qo'ydim hammasiga, o'z yo'limda davom etib natijasini yaratgandan so'radim. Ishonganim faqat yaratgan egam, ortig'ini men kutmadim. Yaratilganlarga zavisim bo'lmadim. Megabayt gigabayt hayotiga men muhabbatimni juda katta qo'ymadim. Qiziqmadim hamisha insonlarni aqlini xotir gram tashqariga chiqib ketdi ichidagi gram. Nechtasini oilasini buzurdi Instagram, odamlarni o'z aynigan baholi Instagram. Insonlarni aqlini xotir gram tashqariga chiqib ketdi ichidagi gram. Nechtasini oilasini buzurdi Instagram, odamlarni o'z aynigan baholi Instagram. Yosh avlod qarayapti, hali qaramasan. Davlatga xo'rlanin davrimi bu ekan. Bilmadim qaqa qarab ketdi jamiyat, hatto hech kim bermayapti mahallaga ahamiyat. Xo'lagani yuribdi, xo'lagan ishini qilib, prikop, taynik, magnit, selskam, не пришел, поднял, типа что-то потерял. Да нет, Вася, походу ты себя потерял. Qimmat material ichida arzon odam, 200 machilik ko'paydi bu olamda. Do'st do'stini, ukasi akasini, bir xil ikkisida dema bir-biriga bolta urgan. Insonlarni aqlini xotir gram tashqariga chiqib ketdi ichidagi gram. Nechtasini oilasini buzurdi Instagram, odamlarni o'z aynigan baholi Instagram. Insonlarni aqlini xotir gram tashqariga chiqib ketdi ichidagi gram. Nechtasini oilasini buzurdi Instagram, odamlarni o'z aynigan baholi Instagram. It bo'lalaring, it harom inson xafa bo'lasan. Biz kelajagimizni просто sindirib yuborsanlar, ichsiga hayot bo'lib ketib qoladi bizning kelajagimiz.